Salom do'stlar, sizlar bilan bugun yana foydali video kanalida sizlar. Video boshlanishidan oldin like, komment, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bu kommentariyada yoki описаниеda bo'ladi. Bugungi o'tadigan narsamiz TonePic saytida bo'ladi. Taktikalar ham qilib ko'rishim mumkin, lekin mablag'im kam. Ya'ni 0.000 TonePic saytiga o'tib olamiz. Kirganimizdan keyin ro'yxatdan o'tish hozir ko'rsatib o'taman sizlarga har doimgidek. Do'stlar, sizlar undan oldin kirgan oldin like, komment bosib qo'yinglar. Pastda mashinaga bosib kirsanglar bo'ladi. TonePic pastda referral turadi, o'shani bosib kirishinglar mumkin. Men hozir o'zim akkauntim kirib ketibdi. Chiqib turib sizlarga qanaqa kirishni o'rgatib o'tishim kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana shu yerda Sign up tugmasi bo'ladi. Mana ko'kda. Mana ko'kda. Shuni bosasizlar. Keyin esa birinchiga isminglarni, nominglarni, ya'ni ikkinchisiga email, mashinaga email, uchinchisiga va to'rtinchisiga ikkita bir xil parol, mana ikkita bir xil parol. Keyin edit proverkani bosib turib, sign up tugmasini bosasizlar. Endi men o'zimni profilimga kirib olaman. Mana do'stlar, o'zimni akkauntimga ham kirib oldim. Kirganimizdan keyin men Iron leveldaman. O'zi 8 ta level bo'lar ekan. Eng oxirisida 1 ton, mana 1 ton hozir narxini ko'ramiz. $3. $3 1 toningiz. Keyin do'stlar, mashinadan bosib olasizlar. Menda hali yarim soat bor. Shuning uchun men ololmayman-da. Mana o'tgandan keyin men 10 ton оборот qilgandan keyin Irondan bronza o'yiniga o'taman. Ya'ni ko'proq soatiga pul ishlayman. Bu juda ham yaxshi sayt. Menda hozir 2 ton bo'lgan, ya'ni 20%. Bundan Games bo'limiga o'tamiz. Games bo'limida hozir eng zo'r o'yin Dice bilan Roulette. Men hozir sizlarga Dice o'ynatib ko'rsatib o'taman. Mening o'zimni taktikam bor edi, adashmasam. Level deb nomlanadi. U narxi sotaman $100 dan. Do'stlar, sotiladi bu taktika. Ko'rsatib beraman. $100 evaziga bosamiz. Ko'rasizlar qanday yaxshi bo'ldi. Stop. Mana bitta foyda ko'rasizlarmi? Bitta ham foyda. Yana bosamiz startda. Bo'ldi, yana foyda. Minus ekan. Mana foyda bo'lyapti do'stlar. Level taktikamiz sotiladi. Narxi $100. Olmoqchi bo'lsanglar, menga aloqaga chiqinglar, kommentga yozib qoldiringlar, men olaman deb. Ozgina foyda bo'lgandan keyin forishinglarni maslahat berib o'taman. Sababi minus kirib ketadi, hamma balansinglarni yopib mumkin. Menda bunaqa holat ko'p bo'lgan, yana bo'ladi deb o'ylayman, lekin bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ozgina plus kirdim, 0.0 bo'ldim. Yopib bo'ldi mana. Mana 3000 foyda yana. Mana 18.1 bo'ldi. Endi men sizlarga yana bitta o'yin. Bu taktikam sotiladi, sababi bunda ko'p pul ishlashinglar mumkin. Undan keyin mana Roulette. Boshda birinchisida mana o'yinni o'ynadik hozir. Endi mana Roulette o'yinini o'ynaymiz. Roulette bosamiz. Keyin do'stlar, mana shu yerga pul tikamiz, ya'ni 3 ta bir xil joyga hamda
qizil bilan qoraga pul tikib, avto bo'limini bosib, avto spinni bosib qo'ysanglar, faqat do'stlar endi pulinglar yashilga, ya'ni 0 ga tushsa yutqizadi. Hozir ko'rsataman. 0 ga tushdimi yutqizadi. Chunki yutqizishinglar qiyin. Bunda foyda ham olmaysizlar, zarar ham qilmaysizlar. Sababi zarar qilasizlar, lekin 36 ta son bor, ichida 37-inchisi 0. O'sha 0 tushsa faqat yutqizasizlar. 0 chiqsa 8, 7 qizil, qora tushsa foyda ham emas, zarar ham emas. 1x, chunki sizlar ikkalasiga ham tikdinglar o'sha pulni. Ikkalasiga bir xildan tikdik. Endi mana qaranglar, hali bitta ham yashil 10 ta, 15 tada bitta tushishi mumkin. 4 ta 3 tada ham bo'lib qoladi ba'zi bir paytlarda. Men ko'p ko'rganman mana. Qarang, o'sha 20% ida hozir chiqib ko'ramiz. Mana shunaqa qilib o'tiraversanglar, zaryadga qo'yib, o'sha ro'yininglar oshib ketadi borgan sari. Uning uchun sizlar ko'p mana bitta pulinglar bo'lishi mumkin, kam bo'lsa bir pasda tugab qoladi. 1 deyishinglarcha ungacha. U qiyin. Men hozir bitta yashil chiqib ketaman. Menda hozir mana 50 mingta оборот. Men bitta 10 kadan qo'yganim uchun. Sizlar qora bilan yashil, qora bilan qizil o'ziga tikib o'ynashinglar mumkin. 20 dan shunda foyda ham olmaysiz, zarar ham. Qachon zarar bo'ladi? Qoraga tushsa zarar bo'ladi. Hozir videolar uchun kamera o'ynadim. Mana o'sha qaranglar. Men bitta summa oshdi. 21, men bitta 0, 1 ida 0.2 bo'libdi. Men bitta 1 bo'lsa 21% ga ko'tariladi. Shunaqa qilib o'ynasanglar bo'ladi. Pastda silkasi bo'ladi. Mana shu saytda shu silkalardan kirishinglarni maslahat beraman. Mashinik saytlar ham bor. Mana men hozir Iron, Bronze, eng zo'ri Master, Platinum, Diamond, Masterga chiqsanglar bo'ldi. O'zi qiyin. Boshda 1 ton оборот qilishinglar kerak. Kirishinglar bilan mana 1 ton. Mana shu oxirigacha borsa 1 ton deydi. Menda hozir 10 ton. Keyin 100 ton, 1000 ton, 10 ming ton, 100 ming ton bo'lib ketaveradi oxirigacha. Shuning uchun qiyin. Men bittan sizlar Stance bo'limiga o'tib tasdiqlab qo'yishinglarni so'rayman. Gmailinglarni yozasizlar. Gmaillarga tasdiqlash borada, o'shani bitta bossanglar tasdiqlanadi. Unda pul yech olmaysizlar. O'shani ham o'ylanglar. Keyin men bitta 10 ta bonus ham beradi. Menda hozir bitta bor. Sababi ishlatib oldim. O'ynasanglar beradi bu bonuslarni. Men hozir ishlatgim kelmayapti, shuning uchun bosmayman. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Videoning tagida opsiyada shu sayt silkasi turadi. O'sha yerdan kirishinglarni maslahat berib o'taman. Hammaga xayr.